Assalomu alaykum va rahmatullohi jamoatil xayr. Keyingi darsimizda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun 5-kitob bo'yicha birinchi darsimiz bo'ladi. Ad-dars al-awwal, birinchi dars. Va kichkina dialogdan boshlaymiz. O'qib birgalikda tarjima qilamiz. Tayyib. Axuna Ma'ruf o'qib tarjima qilamiz. Va axuna Kamronbek. كيف حالك يا أستاذة Ya ustazana. أستاذنا أستاذنا Tamam. Ey ustozlarimiz siz qandaysizlar? Ustoz bitta. Ey Ustazana. Ya ustazana. ustozimiz ahvolingiz qanday? Mana shu yerda nega fatha? Nega ya ustazana? Ya bo'lgani uchunmi? Ya bo'lgani uchun va yana nima? Faqat yaligi uchun emas, yana nimadir bor. Gap o'sha ustazana so'zida. Bu yerda nechta so'z? Bittami, ikkitami? Ikkita. Ikkita. Ustazuna. Ustazuna. Shu sabab o'tdik-a, ikkita so'zdan iborat bo'lgan ismlarda, otlarda agarda ya kiradigan bo'lsa, birinchi qismi nasbda bo'ladi, nasbga qo'yiladi deb aytdik. Ya ustazana yoki ya abdallohi. Ya abdallohi yoki ya bilal ad-dini bo'ladi. Ya bilal ad-dini bo'ladi. Uchun Bilolatda bor bizda. Raqam ikkita so'z bo'lib ustazuna. Bitta so'z emas. Yo'q, mana na qo'shimchasi ham so'z o'rnida o'tadi-da. Shu sababdan. Na qo'shimchasi ham tushunadi. Shuncha. Tayyib. Xona Kamronbek. Bixoyring. Yaxshi. Ahmadulloh va ashkuruhu. Tamam. Ahmad bu yerda Maqtayman, hamd etaman. Allohga hamd bo'lsin va unga shukrlar bo'lsin. Bu yerdagi fe'l Alhamdulillah bilan Ahmadulloh bir xilmi ma'nosi? bir xil, faqatgina so'zlarda farqi bor. Hamida fe'li hamida, hamd etmoq, shukr qilmoq ma'nosida. Hamida. Yahmadu. Hamdun. Hamd etmoq. lam tushib qolgan. Misol uchun hamidtu hamd etdim. Ahmadu hamd etaman. Endi hamd bo'lsa, ya'ni hamdni barchasi. Ya'ni hamd kimga? Allohga bo'lsin. Lillah. Na'am, alhamdulillah ma'nosi shu. Misol uchun bu yerda ashkurulloha bo'ladi. Endi ashkuru lillah desa ham bo'ladi. Allohga shukr deymiz-ku o'zbek tilida. Xuddi shunaqa ma'noda bo'ladi. Shakara yashkuru shukrun. Buni oldin o'tdik. Shakara insonga nisbatan ham ishlatsa bo'ladi mana. Ashkuruka, senga rahmat etaman, senga tashakkur. Shakara yashkuru shukrun. Shukr deymiz o'zbek tilida bor. Shukr qilmoq. Rahmat etmoq. Demoq ma'nosini beradi. Tayyib. Davom etamiz. Ana ma ara Haruna. Aro nima degan so'z? Ra'a yara fe'li nima edi? Ko'rmoq. Ko'rmoq. Haruna. Men Harunni ko'rmayapman. Alam yahdur. Alam yahdur.
Hadara fe'li Habo. ya'ni hozir bo'lmoq, ya'ni kelmoq, nimadadir ishtirok etmoq ma'nosini beradi. Hadara, Ha. hadara. Kelmadimi? Mhm. Kelmadimi? Ishtirok etmayaptimi? Kelmadimi ma'nosi to'g'riroq bo'ladi bu yerda. Huzur deymiz. Huzurida deymiz, to'g'rimi? Hozir bo'lmoq, ishtirok etmoq nimadadir. Darsda. Hadara yahduru hudur. To'yib. Keyingisi. Axuna Abdullah va Amruddin. نعم إنه لم يحضر اليوم. Ha, u bugun kelmadi. وأين أصدقاؤه الثلاثة؟ Uni do'stlari, uchta do'sti qayerda? هم أيضا لم يحضروا. Ular ham hozir kelishmadi. طيب. هم أيضا لم يحضروا. طيب كينغسون أخونا جسور وبلال الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. أتعرفون أين ذهبوا؟ ular qayerga borishgan bo'ladimi siz? Qayerga ketishdi? Ular qayerga ketishdi? أعطي أستاذ. قولي. أظن أنهم ذهبوا. تعرفون أتعرفون أين ذهبوا؟ qayerga ketishganini ta'rifuna bilasizlarmi? إلى المطار لاستقبال وتيسيهم الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورات لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. Tamam. Bo'ladiga bo'lib tarjima qilamiz. أظن o'ylaymanki أنهم ذهبوا إلى المطار. إلى المطار aeroport. Aeroport. O'ylaymanki ular aeroport. Istiqbal kutib olish. Kutib olish. وتيسيهم. Rais bu prezident. Kutib olish, prezidentni kutib olish. Prezident yoki boshliq desa ham bo'ladi. Rais deymiz o'zbek tilida. Rais ko'pligi nima bo'ladi? Ko'pligi ru'asa bo'ladi. الذي يأتي اليوم. الذي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. Madina Munawvaraga bugun kelayotgan kim? Rais prezidentligini, o'z prezidentlarini yoki o'z boshliqlarini kutib olish uchun zahabu ilal matar, aeroportga ketishdi. Hop, prezident yoki boshliq nima kelyapti? Li ziyarati masjidir rasul sallallohu alayhi vasallam, masjidi nabaviyni ziyorati uchun. Tamam.
Istaqbala fe'li bu hozircha qiyin fe'l, 10-bobdagi fe'l. Buni hali o'tmaganmiz. Fe'llarni to'liq tugatganimizdan keyin boblarga o'tamiz. Boblar bu o'sha fe'llarni sal o'zgartirilgani, ya'ni ularning ko'rinishi sal o'zgartiriladi va ma'nosiga yana qo'shimcha ma'no qo'shiladi, lekin asliy ma'nosi qoladi. Misol tariqasida hozir ko'rsatib beraman. Kataba fe'li bor. Kataba. Va 4-bob fe'li bor. U af'ala vaznida bo'ladi. Af'ala. Tamam? Ya'ni katabani af'ala vazniga qo'yamiz va bundan aktaba chiqadi. Aktaba. Kataba yozmoq bo'lsa, aktaba yozdirmoq. Tamam? Asliy ma'nosi qoladi, lekin qo'shimcha ma'noga ega bo'ladi. Bobga qo'yganimizdan keyin. Istaqbala 10-bob. Ist qo'shimchasi qo'shiladi. Ist. Asl fe'l bo'lsa bu yerda qabila yaqbalu. Qabila yaqbalu qabul qilmoq. Istaqbala ya'ni qabul qilishni xohlamoq. Tamam? Qabul qilish ya'ni kutib olish ma'nosida. To'yib. Buni hozircha eslab qolsak bo'ldi. Keyin yana o'tamiz buni. To'yib, davom etamiz. Kim o'qiyotdi hozir? Xonam Biloliddin. Hamma hozir. O'qing. Keyingisini. Ana lam aktub. Yo'q. Mudarris. Akatabtumul wajibat ya abna'i. Akatabtul wajiyati ya abnati. Yo'q. Ayna. Akatabtum al-wajibat ya abna'i. Vajib, vajibat nima edi? Vajiban. Xato ketib qolibdi. Hamza bunaqa yozilmaydi bu yerda, bu so'zda. Vav ustida yoziladi. Sababi oldidan damma kelyapti. Ru'asa'un. Tayyib, akatabtum al-wajibat ya abna'i, ey bolalarim. Vajibat, ya'ni vazifalarni katabtum yozdingizmi? Vajib, vajibat, topshiriq. Tayyib. Xuna Jasur, keyingisi. Naam, katabna. Ha, yozdik biz. Yozdik, ha, yozdik. Tamam. Ana lam aktub. Ana lam aktub. Buni hali o'tmagan edik. Taxmin qilib ko'ringlar, nima ma'noga ega bo'lishi mumkin bu? Men Ana lam. yozmadim. Men yozmadim. Lam aktub ya'ni jazm qilyapti. Jazm qildi. Lam. Lam ma'nosi emas. Qilmadim ma'nosini beradi. Lam. Va bu hozirgi zamon fe'llari bilan birga ishlatiladi. Hozirgi zamon fe'llari bilan. Va fe'lni jazm qiladi. Tamam? Bundan oldin o'tdik. La an-nahiyani o'tdik, to'g'rimi? Ya'ni man qiluvchi buyruqdagi la qo'shimchasini o'tdik. La taf'al. La taf'al, qilma. La taktub, yozma. Va bu sukunga qo'yardi, ya'ni jazmga qo'yardi. Lam bo'lsa xuddi shunaqa. Ya'ni jazm qiluvchi harflardan. Endi ma'nosichi? Ma'nosi o'tgan zamon ma'nosini beradi. Hozirgi zamon fe'li bilan o'tgan zamonni ma'nosini beradi. Ya'ni lam aktub, lam aktub.
Ma katabtu bilan bir xil ma'nosi. Ma katabtu. Yozmadim. Ikkalasi bir xil ketadi, a? Ikkalasini ma'nosi bir xil. Lam aktub ko'rinishi muzori, ya'ni hozirgi zamon fe'li ishlatilgan, lekin ma'nosi bo'lsa o'tgan zamonniki bo'ladi. Lam aktub yozmadim. Lam azhab bormadim. Lam akul yemadim. Tamam? Va xuddi shunaqa boshqa zamirlarda, ya'ni boshqa olmoshlar bilan ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni jazm bo'ladi. Lam tazhabi. Lam tazhabi. Nun ketadi. Tazhabina bo'ladi o'zi. Lam tazhabi bo'ladi jazm bo'lganda. Lam tazhabi. Bormading deb ayol kishiga aytamiz. Anti lam tazhabi. Yoki antum lam nima bo'lardi? Lam bu. Nimadir qo'shilardi shu yerda. Nima qo'shilardi? Alif. Alif qo'shiladi. Nun o'rniga. Nun hazf bo'ladi. Tazhabuna edi. Lam tazhabu bo'ldi va o'rniga alif qo'yildi. Tamam? Ma'nosi o'tgan zamonni beradi. O'tgan zamon ma'nosini beradi. Ma katabtu lam aktub bitta ma'no. Lam azhab va ma zahabtu bitta ma'noga ega. Va bu qo'shimcha lam qo'shimchasi jazm qiladi. Fe'lni jazm qiladi. Fe'l bo'lsa majzum deyiladi. Ya'ni jazm qilingan bo'ladi ma'nosi. Jazm qilingan. To'yib, davom etamiz. Al-mudarris أخونا أمر الدين لما لم تكتب يا بني Lima lam taktub ya bunay. Ey bolalarim, nima uchun yozmadingiz? Nima uchun yozmading? طيب keyingisi أخونا عبد الله لأنني لم أفهم الدرس. Chunki men darsni tushunmadim. طيب ما الذي لم تفهمه في الدرس أخونا كامرون بك Darsda sen nimani tushunmading? Sen tushunmagan narsani, darsda tushunmagan narsang nima? طيب أخونا جسور لم أفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. Men fi ismi va fe'li jumlani farqini tushunmadim. Tamam. Farq so'zi o'zbek tili bilan bir xil. Farqun farq ko'pligi furuq. Bayna so'zini o'tdikmi? Orasida ma'nosini beradi. Bayna orasida. Bayna. Misol uchun bayna abdillahi va amriddin yajlisu jasur. Tamam? Yajlisu. Amriddin bilan Abdullohning o'rtasida yoki orasida kim o'tiradi? Yajlisu jasur. Jasur o'tiradilar. Tamam? طيب كثير من الطلاب
Savol Va bormi? ma bayna so'zni so'ramoqchi edim. Va ma baynahuma bo'lsa qanaqa ma'no bo'ladi? Va ma baynahuma. Ma bu yoqda nima ma'nosini beradi. Va ma baynahuma va ularni u ikkisini huma ikkisi degani va u ikkisini orasidagi narsa yoki narsalar. Ha, Ya'ni nima ha. bo'lsa o'sha ikki orasida, ikkalasini orasida o'sha narsalar yoki narsa bitta bo'lishi ham mumkin, ko'p bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lsa orasida o'shani barchasi degani. Va ma Tushunarli. baynahuma. Xo'p, keyingisi kathirun minat tullabi lam yafhamu hadha. Kathir nima ma'noga ega edi bu so'z? Kathir. ko'p. Tamam. Akhuna Amruddin o'qib tarjima qilamiz. Kathirun minat tullab lam yafhamu hadha. Talabalardan ko'pi bu Buni buni tushunmadilar. Tamam. To'yib. Va bu yerda ham e'tibor beramiz. Aslida yafhamuna bo'lgan va keyin lam hisobiga nun hazf qilingan. O'rniga alif qo'yilgan. Lam yafhamu bo'lgan. Jazm. طيب الحسين سألت أخواتي أخونا جسور سألت أخواتي اللاتي bo'ladi. Shunda allati اللاتي bo'ladi. ha اللائي اللواتي bilan bir xil, ya'ni ma'nosi. Allatini o'tganmiz, ko'plikni bildiradi. Allai xuddi shu ma'noga ega. tushunarli. Allai yadrusna fil madrasati الثانوية عن هذا ولم يعرفنا. Xo'p. Sa'altu Savol berdim, so'radim. akhawati laha, ya'ni kim yadrusna fil madrasati? Siz shuni tarjima qilganda hozir boshidan boshlab qilamizmi yoki oxiridan boshlab ma'no beramizmi? Oxiridan qilgan osonroq bo'ladi. Xo'p. Walam ya'rifna bo'lsa, ya'rifunani mana bo'lib qolyapti, ya'ni lam qo'shilganicha ya'rifna bo'lib qolyaptimi? Yo'q, lam ta'siri yo'q. Ta'siri bor, ya'ni ko'rinmagan bu yerda lekin. Walam ya'rifna. Ya'rifna hunnaga tegishli hunna. Hunna ya'rifna. Ya'ni ular bilmadi an hadha bu haqida, ya'ni 3-kurs sanaviya 3-kurs bo'lyaptimi? Shu 3-bosqich. Sanaviya bu yuqori maktab, yuqori. Ya'ni kollejiga to'g'ri keladimi bizga shunda? Yo'q, yuqori maktab. Yuqori sinflar. Ha, tushunarli. Ya'ni yuqori sinf o'quvchilaridan so'ragandim, ular ham bilishmadi demoqchi shunda. Tamam, lekin qanaqa o'quvchilar? Qiz bola o'quvchilarmi yoki erkak? Men endi agar valam ya'rifnaga mana qarasak, muannas bo'lib kelyapti. Tamam. Qiz bola o'quvchilar ma'nosi. Ya'ni allaidan ham muannas bo'lib kelyapti shundan ham. Allawati allai bilan bir xil. طيب سألت أخواتي اللائي يدرسن في المدرسة الثانوية عن هذا ولم يعرفنا. في المدرسة الثانوية Opcham demoqchimiz. Opa singillarim, opa singillarim. Opa singillarim. Xo'p, yuqori maktabda yadrusni o'qiydigan, mana allaigan bo'lib ketdi, o'qiydigan opa singillarimdan so'radim. Nima haqida? Ayn hada, bu haqida. Va lam ya'rifna, va ular buni bilmadilar.
bu haqida hech narsa bilmadilar. Tamam. Valam ya'rifna. To'yib, keyingisi sa'ashroh, sharoha fe'li. Sharoha tushuntirmoq. Sharh deymiz-ku o'zbek tilida. Sharoha. Yashrahu. Sharhun. Sharahtu ad-darsa, darsni tushuntirdim. Sharahtu al-mawdu'a, mavzuni tushuntirdim. To'yib. Hop, axuna ma'ruf. Tafadhal. أخونا معروف. Sa'ashrohu kelgan so'z. Sa'ashrahu tushuntiraman. Lakum sizlarga. سأشرح Ashroh. لكم هذا الدرس مرة أخرى الآن. Ukhra. أخرى boshqa edi. Boshqa, yana bir marta. Marotaba. Marratun marta degani. Sizlarga bu darsni hozir yana bir marta tushuntiraman. Tamam, to'g'ri. Isma'u. Isma'u. Eshitinglar. Sami'a. Eshtinglar. Yasma'u. الجملة اسمية. الاسمية هي الجملة التي أولها اسم. Xo'p, bu yerda o'zim qarashaveraman. Hiya bu yerda u yoki bu ma'nosini beradi. O'zi umuman olganda jumla ismiya bu ismiy jumla degani. Va al-jumla al-fi'liya bu fe'li jumla degani. Ya'ni arab tilida ism bilan boshlanadigan fe'l ismiy jumla deyiladi. Fe'l bilan boshlanadigan jumla fe'li jumla deyiladi. Tamam? Va bu yerda tushuntiryapti. Al-jumlatul ismiyya hiya al-jumlatu allati awwaluha ismun. Ismiy jumla bu shunday jumlaki awwaluha uning boshi avvali ya'ni boshlanishi ism. Nahwu ya'ni bu yerda kabi ma'nosida. Demoqchiman. Nima? Kabi. السيارة جميلة. حامد مريض. chiroyli mashina. Yo'q, mashina chiroyli. Mashina chiroyli. Hamid kasal. Aminatu mujtahidatun. Amina tirishqoq. وكل جملة من هذه فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم وهو المبتدأ. Fakulla endi bular demoqchiman. Hammasimi? Har biri. Har biri
فكل من جملة هذه har bitta jumla har bitta jumla bu har bitta jumla bu jumlai ismiya. تمام. فكل جملة من هذه الجمل أولها اسم. sababi yoki chunki fa bu yoqda chunki ma'nosini beradi. Chunki har bitta jumlani boshi ism va huwa al-mubtada va u mubtada. Ya'ni ega arab tilida mubtada. Ismiy jumlani birinchisi ko'pincha mubtada bo'ladi. Mubtada ya'ni ega, o'zbek tilida ega. Wal ismu ath-thani huwa al-khabar. Ikkinchi ism esa xabar, ya'ni kesim. Buni oldin o'tdik, ega kesim deb o'tdik, to'g'rimi? Ismiy jumla deb ega mubtada, kesim xabar deb o'tdik. Al-mubtada wal khabaru marfu'ani. Mubtada va xabar marfu' bo'lishadi. Ya'ni bosh kelishlikda bo'ladi. Ikkalovi ham. Afahimtum deyapti. Tushundinglarmi? Afahimtum, tushundinglarmi? طيب. Keyingisi. Axuna Biloliddin. Qaysi birini o'qiysiz? Mana. Naam. Ana degan. Yo'q, tepasida. Naam, fahimnahu jayidan. Fahimnahu jayidan. Ha deyapti. Ha, fahim. Fahim. Tushundik. Nimani? Uni, ya'ni tushuntirib bergan narsasini, darsni yoki mavzuni nima qildik? Fahimna. Tushundik. Jayidan. Jayidan darsni deyapti. Yo'q, Jayyid yaxshi degani, lekin bu yerda jayidan deyapti. Ya'ni yaxshi tushundik. Tamam? Yaxshi tushundik. Uni yaxshi tushundik. Darsni yaxshi tushundik. Ha, yaxshi dars. Tamam. To'g'ri, keyingisini ham o'qing. Ana tashdid bormi ustoz tepasida? Ana lamma afham. Ana lamma afham. Qulta ana lamma afham. Ma'nosi nima bo'ladi? Lammani bilmaymiz hali. tushunmadinglarmi deyaptimi? Afham Yo'q, ana. afham ana deyapti. Men tushunmadim. Lekin ma'nosi hozirgacha hali tushunmadim ma'nosini beradi. Lamma ham lam bilan bir xil taxminan. Tamam? Lammani ma'nosi faqat hozirgacha, ya'ni hali ma'nosini beradi. O'tgan zamonni beradi bu ham. Lamma hali yo'q ma'nosini beradi. Misol uchun lamma adrus yoki ahfaz. lamma ahfaz ash-sha'r. She'rni hali yodlamadim. She'rni hali yodlamadim. She'rni hali yodlamadim bo'ladi ma'nosi. Lamma bilan lamma farqi shunda. Hali yo'q. Hozirgacha yo'q ma'nosini beradi lamma. Ana lamma afham.
Men hozirgacha tushunmadim. Men hali tushunmadim bo'ladi. Qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Qulta eshitdim ustoz. Yo'q. Qulta aytding. Aytdingiz, ya'ni ustozga qarab turib aytibdi. Aytdingizki dedi. Qulta ikkita nuqta qo'ydi. Innal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Albatta mubtada va xabar nima ekan? Marfu'ani. Nima degani ustoz? Marfu'ani bosh kelishikda marfu' bo'ladi dedingiz. Fama ma'nal marfu'? Ma'no, ma'ani buni o'tdik. Ma'no. Fama ma'nal marfu'? Marfu'ni ma'nosi nima? Marfu'ni ma'nosi nima? طيب. كينجس أخونا أمر الدين. المدرس المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة، نحو المدرس، الكتاب، الباب. الآن فهمت. المرفوع مرفوع هو اسم في آخره آخر ده ضمة آخر داقي اسم ومرفوع. يق مرفوع بو مرفوع آخر ده في آخره آخر ده ضمة يعني زمة بولجان نما اسم اسم ism ya'ni ot ma'nosida. O'zbek tilidagi ot bor-ku, ot, fe'l, sifat. Ism arab tilida ism bu o'zbek tilidagi ot ma'nosini beradi. Va mana nahva misol tariqasida kabi al-mudarrisu oxiri domma, al-kitabu oxiri domma, al-babu oxiri ضمة. الآن فهمت. Abbas aytyapti. Tushundim uni. Hozir tushundim. To'yib. Uni degan joyi yo'q. Tushundim faqat. Fahimtuhu bo'lganda uni tushundim bo'lardi. Fahimtu. Tushundim. Ustoz, Na'am. tushunmadim deganda lamma bo'ldi. Hali tushunmadim bo'ldi. Endi tushundimda nima bo'ldi? Tushundim, fahimtu. O'tgan zamonda fahimtu. Hali hozir tushundim degani. Fahimtu al'an. Hozir tushundim. Hozir tushunyapman bo'lsa afhamu. Afhamu al'an. Hozir tushunyapman. Afhamu al'ana. Hozir tushunyapman. Endi tushunmadim bo'lsa va buni hozirgi zamon bilan bersak bo'ladi. Lam afham. Tushunmadim. Ya'ni ma fahimtu bilan lam afham bir xil ma'noga ega. Ikkalovi ham tushunmadim ma'nosini beradi. Faqat birinchisini biz mozi fe'li bilan beryapmiz, ikkinchisini bo'lsa muzori fe'li bilan beryapmiz, ya'ni hozirgi zamon fe'li va o'tgan zamon fe'li. Lekin ikkalovining ma'nosi bitta, o'tgan zamonda. Odatda ko'proq qaysi birisi ishlatiladi so'z? Ikkalovi ham bir xil ishlatiladi. Ma fahimtu, lam afham. Farqi yo'q. طيب keyingisi Xona Abdullah. أما الجملة فعلية فهي جملة التي أولها فعل نحو أما فعلي Ammo جملة emas bu yerda ma'no. Esa
Al-jumlatul fi'liya fe'li jumla esa Fe'li jumla esa boshida fe'l keladi. boshida fe'l bo'lgan Fe'l jumladir. bo'lgan jumladir. Nahu kabi. Nahwa, Daxol- nahwa, nahwa. Nahwa nahwa daxolal mudarrisu. Ya'ni boshida fe'l boshida kelibdi, shunga jumlatul fi'liya bo'ladi. Dakhala Dakhalal al-mudarris. Mudarris Dakhalal o'qituvchi nima mudarrisu qildi? kirdi. Kirdi. O'qituvchi kirdi. Qala al-mudiru mudir aytyapti. Aytdi. Mudir aytdi. Aytyapti bo'lsa yaqulu bo'ladi. Yaqulu Mudir aytyapti. mudir aytdi. Yaktubu talibu. O'quvchi yozdi. Yozyapti. Yaktubu yozyapti. ففي كل جملة Kulli. Fa fi جملة kulli. من Fina hisobiga bitta jar bo'ladi. Kulli. Fa fi kulli jumlatin في كل جملة من هذه الجمل كلمتان. jumlatun jumla, ya'ni gap. Ko'pligi jumal bo'ladi. Tayyib. Tarjima qilamiz. Bu jumlalarning har bir jumlalarning har bir jumlasida nima bor? Kalimatani. Kalimatani. kalimalar. Ikkita kalima. Ikkita so'z, ikkita kalima. Ikkita so'z. الكلمة أولى فعل. birinchi kalima fe'l. والكلمة الثانية اسم. ikkinchi kalima ism. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه فاعل. وبunda ism fe'ldan keyin kelsa fe'l bo'ladi. اسمه فعل. فاعل. وهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل اسمه وفعلdan keyin kelayotgan ismning, ya'ni otning nomi fa'il. Fa'il ish bajaruvchi degani. Ish bajaruvchi. Tamam? Misol uchun dakhala al-mudarris, dakhala kirdi. Bu fa'il. Tamam? Al-mudarris bo'lsa nima? Kim kirdi? Kim kirdi? Mudarris kirdi. Ya'ni ish kim bajardi? Mudarris. Demak, u ish bajaruvchisi. Kirgan inson u. Fa'il bo'ladi bu. Tamam? Tayyib. Fa'il deyiladi. Al-fa'ilu marfu'un. Ya'ni al-fa'il ish bajaruvchi, doim bosh kelishlikda, marfu', bosh kelishlikda bo'ladi. Afahimtum? Tushundingizmi? Afahimtum? Tushundingizmi? Tamam? نعم فهمنا والحمد لله. Tayyib. Tushundik, alhamdulillah deyapti. Xo'p, mana alhamdu kelyapti. Boya tepada o'tdik. Hamida, yahmadu, hamdun deb o'tdik. Va bu yerda al qo'yilyapti, ya'ni barchasi ma'nosida, hamdning barchasi lillah. Allohga. Alhamdulillah ma'nosi shu. Tayyib.
Ata fe'li ya'ti deyapti. Ya'ni ya'ti kelmoq ma'nosini beradi. Kelmoq. Ata sadiqi min Amerika. Do'stim Amerikadan keldi. Ata sadiqi min Amerika. أنا آتي من المدرسة إلى البيت. Men maktabdan uyga kelyapman. Ati. طيب. keyingi qator أخونا معروف. يا أستاذ قلت قبل يومين إن الكلمة ثلاثة أقسام. أي أستاذ قلت قبل يومين nima degan ustoz? Yovm nima edi? Yovm. Bugun. Yo'q, bugun emas, nima? Al-yawm bugun. Yovmchi? Hozir. Hozir emas. Hozir al-an bo'ladi. Yawm, ayyamun, yawmun ayyamun. Kunmi? Kun. Qabla yawmayn 2 kun oldin. Qulta aytdingiz. Ustozga aytdingiz. Innal kalimata thalathatu aqsamin. Aqsam qismun bo'ladi. Qism. O'zbek tili bilan bir xil. Qism. Ko'pligi aqsam, qismlar. Kalima bu yerda so'z ma'nosida. Inna. 2 kun oldin aytdingizki, so'z 3 ta qismdir. Ya'ni 3 ta qismdan iboratdir. Buni boshida darslarda o'tdik. Ya'ni arab tilida har bitta so'z bu 3 ta qismdan bitta qismga kiradi. 3 ta kategoriyadan bittasiga kiradi dedik. Bu ism, ya'ni ot, tamam, ot, sifat, son, olmoshlar hammasi mana shunga kiradi. Ikkinchisi fe'l, ya'ni fe'l. Uchinchisi bo'lsa nima? Harf, ya'ni ko'makchilar yoki predloglar. Shu haqida gapiryapti. Ya ustaz, qultu qabla yawmayn innal kalimata thalathatu aqsamin. Ma hiya? Ana nasituha. Ma hiya? Hiya bu yerda thalathatu aqsamin tegishli. O'shalar nima? Ya'ni o'sha qismlar nima? Ana nasituha. Men ularni unutdim yoki esdan chiqardim. Tamam. To'yib. Buni qo'yganini keyingi dars o'tamiz. Yine ulgurmay qoldik. Uyga vazifa nimadan iborat bo'ladi? Uyga vazifa bu matndagi yangi so'zlarimizni yodlaymiz va matnni bir necha bor o'qib, keyin audio ko'rinishda hikoya qilib beramiz. Guruhga tashlab qo'yamiz buni. Tamam? Qolganini keyingi dars o'tamiz. Va bugun o'tgan yangi kichkina mavzu desak ham bo'ladi. Lam bilan lammani yana bitta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. To'yib. Lam Siz va lamma. kitob tashlab qo'yasiz. Kitob tashlab qo'yaman. Bu savollar bo'lsa, bemalol guruhga yozaveramiz. To'yib. Rahmat ustoz. شكرا للاشتراك في الدرس. إن شاء الله نلتقي في درسنا القادم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم